Assalomu alaykum. Bugun biz Asaka Aboyli ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi Biz dunyoga quvonch ulashamiz nomli xayriya aksiyasida qatnashmoqdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana biz texnikumimizning o'quvchilari hamda o'qituvchilar bilan birgalikda mana shu Andijondagi nogironlar uyiga hamda hozirgi tashrif buyurgan Andijon shahridagi 40-maxsus bog'chaga tashrif buyurdik. Bu yerda ham mana shu yerda barcha bolalar nogironlar qaysidir bir yoki ko'rish yoki boshqa bir tomonidan nuqsonli bolalar tarbiyalanadi bu yerda. Mana shu bolalarga ozgina bo'lsa ham o'zimiz ehsonlarimizni beramiz. Bu bolalar ham boshqa bolalar qatori sog' salomat bo'lib, vatanimizga yetuk bir yaxshi farzandlar bo'lib tarbiyalanishi kerak. Mana shu ozgina berayotgan sovg'alarimiz ularga quvonch ulashadi deb umid qilamiz. Bugün bayram ekan, mana shu kichkintoylarimiz hammasi bayram bilan tabriklaymiz. Ozgina sovg'alarimiz bor beramiz. Umurlar uzun bo'lsin, dunyo turguncha turinglar, bolalaringlarni rohatini ko'rib yuringlar, nima niyat qilgan bo'lsanglar, niyatinglarga yetinglar. Ayanglar, dadanglarni baxtiga sog' salomat bo'linglar. Alloh yo'llasin sizlarni. Ishlarga rivoj, xonadonlarga fayz baraka. Sog' bo'linglar. Sizlar ham kelajakda zo'r mutaxassislar bo'lasiz. Katta rahmat. Bir piyola choy ichib ketinglar endi. Sog' bo'linglar. Yaxshi yetib olinglar.